Aylanib odam och qolib ketdi. Bir restoranga olib bormaysizmi? Как раз bitta shunaqa zo'r joy bilaman. Restoranmi? Restorandan ham zo'r joy. Oilam bilan O'zbekiston bo'ylabda. O'zbekistonliklar biladigan, hatto Chet elliklar ham biladigan Chig'atoy bozordamiz. Bu yerda ovqatlari bir mavzu, qadim arxitektura namunalaridan foydalanilgan atmosferasi bir mavzu. Xuddiki o'tgan asrda bozorda aylanib yurgan his qilasizingizning charxpalakni aylanib turishiga necha? patirlar qanchadan ekan? Bular ikkitasi 15 ming. Bular qo'y yog'imiz, bu sut sariyoli, bu yong'oq magizli. Bular 30 ming so'mdan, bular 35 ming so'mdan. Chig'atoy bozorida ertalabki nonushta uchun qaymoqlarning xilma-xili bor. 400 grammligi 40 ming so'm. Xo'p. 700 grammligi 70 ming so'm, 1 litrligi esa 100 ming so'm. Durdalarning kichkinasi 30 ming, kattasi 40 mingdan. Bu yoqda tvorogli ham bor, 40 mingdan. Undan tashqari suzmalar bor ekan, ularning ham 1 kilosi 40 mingdan ekan. Havoli somsalar ikkitasi 15 ming, ko'k somsalar ikkitasi 15 ming, bilinchilar ikkitasi 15 mingdan. Sarxil mevalar astasdamiz. Bu yerda zamat uzumlar 60 mingdan ekan. Noklar esa 40 mingdan. Husaynlar katta bo'lib turadigan Husayn uzumlar esa 35 mingdan ekan. Nori nech pul ekan, o'g'li? Porsiyasi 45 ming, kilosi 120 ming. Kilosi 120 ming? Ha, Bo'lmasa bizga bitta bir porsiya ortib bering. xo'p bo'ladi. Hashlar o'zi tugab qolibdi-yu. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Xasni mazasi og'zingizda qoladi. Norin ham norimsan, norim bo'lgan ekan. Men no'xat sho'rvaga mazza qildim. Biz keldik. Siz qachon kelasiz? Aniqlab ketsa, Telegram kanalda.